Hammaga salom, sizlar bilan Faham. Bugungi videoda men qanday qilib Steam akkauntni ochishni o'rgataman. Bu uchun bizga Steam va Gmail kerak bo'ladi. Videoga oldindan like bosib qo'yishni unutmang. Qani bo'lmasam ketdik. Birinchi Steam ilovasiga kirib olamiz. Bu yerda ekran zapis bo'lmagan uchun Create New Account ustiga bosasiz. Hozir zapisga qarshi tizimi bor va sizni brauzerga avtomatik tarzda otib yuboradi va bu yerda siz qiladigan ishingiz email adresingizni yozasiz. Ve mana men o'zim email adresimni yozib olaman. Qani keyin pastdagi bo'limga ham emailingizni qaytadan yozib olasiz. Keyin pastda region turgan bo'ladi. U O'zbekiston qolgani yaxshi, eng normal regionlardan biri. Va tagidan kapchadan o'tishingiz kerak. Kapcha har doim ham ishlayvermaydi. Agar ishlamay qolsa keyinroq urinib ko'ring yoki VPN ni yoqib ko'ring. Mana kiritib qo'yamiz. Verifier'da bossangiz bo'lsa, demak omadingiz bittada o'tib ketadi. Keyin pastdagi bitishgan bosib qo'yasiz va continue ni bosasiz va endi emailingizga SMS boradi. SMSga o'xshash narsa email kirib olamiz. Hozir emailni yangilaganimizda bizga Steamda mana bunday narsa keladi. Ustiga bitta bosasiz. Yana ko'rinmay qoladi ko'pincha. Bo'ldi, emailingiz tasdiqlandi deydi. Endi siz qaytadan o'sha menyuga kirishingiz kerak. Brauzerlarda shunchaki orqaga qaytish orqali bu narsani bemalol qilsangiz bo'ladi. Va bu yerda Steam akkauntingizni ismini yozishingiz kerak bo'ladi. Masalan, men o'zimga xohlagan video uchun nom topib olaman. Mana o'zimga nom topib oldim. Endi parol yozishingiz kerak, o'zingizni esda qolishingiz kerak. Aytgancha, Steam akkauntingizni ismi esingizdan chiqmasin. Parolni yozganingizdan keyin danna bosasiz va shunday narsa chiqib turadi. Bu ozroqdan keyin o'tib ketadi. Va sizda ham shunday menyuga o'tadi. Endi Steam ilovasiga qaytishingiz kerak bo'ladi. Steamdan endi to'liq kirishni o'rgataman. Steamga kirib olasiz, yana qora bo'lib qoladi va akkauntga kirishni bosasiz bu safar. Birinchi bo'lib esingizdan chiqarmang degan anaqa loginingizni yozasiz, keyin esa parolingizni yozasiz bu menyuda. Men sizlarga ko'rsatib bera olmayman, afsuski. Yozganingizdan keyin kirishni bossangiz, emailingizga xabar boradi. Shu xabarni keyin kirgizishingiz kerak bo'ladi. Mana xabarlar menyusi ochildi va emailga jo'natilgan bo'ladi. Emailga kirib olamiz. Hop. Emailga mana yangi xabar keldi. Shuni kopirovat qilib olib, boyagi joyga qo'yamiz. Mana qo'shib qo'ydik va kiramiz. Mana Steam akkauntimiz ochildi va unga kirdik. Endi eng asosiy narsa Steam Guardni yoqishimiz kerak. Uning uchun o'rtaga bosamiz. Mana shu menyuga kirganimizda yana SMS kelgan bo'ladi emailimizga. Shu SMSni qaytadan yozib olishimiz kerak bo'ladi. Emailga ham kirib oldik. Mana yangi qaytadan keldi. Shuni shunchaki kopirovat qilib, o'sha menyuga qaytadan bosamiz. Qo'shib qo'yishni bosdik. Tasdiqlashni bosamiz va bo'ldi. Steam Guardimiz yondi. Faqat bitta tarafi 15 kun ichida siz akkauntingizga Steam inventaringizga skin qabul qila olmaysiz. Shu joy bor va Steam marketdan ham hech narsa olmaysiz. Lekin asosiy hamma narsa bo'ldi. Bugungi videomiz o'zi shu haqida edi. Agar sizga ishonchli Telegram sitasi yoki Telegram Premium kerak bo'lsa, bemalol o'zimga yozaverasiz. Kommentariyada silka qoldirgan bo'laman. Hammaga xayr. Shu video 20 ta like bo'lsa, undan ham yaxshiroq va foydali videolarni chiqarishga harakat qilaman. Xayr, sog' bo'ling.